Another day, another dollar. Menimcha amerikaliklar buni o'zi pul ishlash uchun etilgan bo'lsa kerak. O'shaning uchun aytsa kerak amerikaliklar. Manda another day, another dollar bu как расход. Boshqa kun yana boshqa расход. Ular hozir yana гостиницада ertalab ishlab, Long Island City вот не такой уж привлекательный. Гостиницада ishlab, hozir aylanishga borib kelay deb ketyapman. Ko'ramiz karta qayerga boradi. Brooklyn downtown'ni sal chiroyliroq joyga kelib qoldim. Boshida u yoqdan chiqib kelgan edim. G metrodan. Hozir tozaroq bo'lib qoldi lekin. Endi aytmoqchi bo'layotgandim, o'ylayotgandim. Cho'ta вообще toza emas ekan, bezdonlik ko'p ekan. Qaysidir ko'chasida bo'lar ekanda. Qaysidir ko'chasi toza. Как бы бездумный yo'q. Cho'ta tushunmadim nimani sababiga. Так, hozir Dumbo, adashmasam или Jumbo, в общем, Brooklyn mosti ko'rishga ketyapman. Kutganimdan ko'ra bu прогулка ancha uzoq bo'ldi. 2 soatlarga chiqib kelaman deb o'ylagan edim. Menimcha 4 soatlik, 5 soat bo'lib ketdi dash. Kecha o'zimga o'zim va'da berdim. Bu ko'p aylanmayman deb. Bir tarafdan gостиницада o'tirish ham netadi. Agar charchagan bo'lsam ham ko'chaga chiqib bu narsani ko'rib kelay. Chunki 3-4 kundan keyin uchib ketaman deb. Brazvega yo'lga olman. Ancha charchadim lekin. Скорее всего, bugun ertalab aylanish kerak emas edi. Biz obedda Brooklyn downtownga borish kerak emas edi, mayli. Hello. Do you have a microwave here? Yeah, behind you, under the couch. Under the couch. All right. Thank you. Haligi yegan sendvichim obedda yarmi qolib ketgan. Bu yarim kilo go'sht kichkina nonga o'rab bergan o'shani. Menimcha bugun ujingam или ertaga obedga yuborish kerak bo'ladi. O'shaning uchun hozir mikronovkasi bor ekan. Xonada yo'ligi omon ekanda. В общем, Long Island City mahalla. Kechasi hali chiqmagan edim shaharga. В общем, birinchi marta kechasi Manhattanga boraman. Hozir где-то 1,5 soatcha vaqt bor musicalga, так что Magnolia Bakery'ga borishni planlayotgandim. Bu cupcake-mi или cheesecake yeb keyin o'sha yerga kirishga. Ko'raman, скорее всего, vaqtim yetadi.
Вот Rockefeller Center. Надеюсь, очередь katta emas Magnolia Bakery'da. И fun fact, mana bu kichkina Magnolia Rockefeller rayonida joylashgan. Oldin Rockefeller qurishdan oldin bu bizmoqchi bo'lishgan ekan. Bu haligacha o'sha Magnolia Bakery bitta hali oilaga tegishli. Ular sotishga qarshi bo'lishgan, o'shaning uchun yonginasida qurilgan ekan. Что-то ichkarisida odam ko'p. Hi, medium banana. I'm choose fine. Sure. It's 130. I'll just a couple of napkins in case they make a mess. Thank you so much. Have a great day. Okay, banana pudding. Hozir oldim. Menimcha vaqtim bo'lmaydi yeyishga. Что shirin ko'ryapti. Menimcha yo'lda yeb, teatrda yeyman menimcha. O'sha kafesi bo'lsa. Even numbers on the far side. That's the ladies' room if you need it. That's the right behind. Is this from here or downstairs? That side. Left side. Thank you. And those that you sleep with. Hello. This is my cousin Daisy. You can. What a magical place you created, Mr. Jackson. I guess someone told me it was a. Oh, musical juda qiziq bo'ldi. That was epic. Boshida uxlab qolaman deb qo'rqqan edim, lekin uxlaganim yo'q. Mana o'sha uchinchi marta Great Gatsby'ni o'qiyapman. Bir marta kinosini ko'rganman, bir marta kitobini o'qiganman. Hozir musicalini. Menimcha o'sha история себя уже исчерпала. Скорее всего, bu yozda chiroyli bo'lsa kerak. Stollar bilan daraxtli, yashil bo'lganda. Bugun o'ylayotgandim. Bas tur olaymi deb Hopon Hopovga 50-55 dollar ekan. Где-то 50-55 dollar. Что-то расход qilgim kelmayapti уже. Достаточно расход qilib oldim даже. Payment qilgan byudjetimdan 2 barobar oshib ketdim. Biblioteka pulli bo'lsa menimcha kirmayman. Shunda ko'p xonalar faqat registratsiya yokida researcherlar uchun ekan. Pastda ham shu. Что не знаю, qanday kirsa bo'ladi o'zi. Bu biblioteka keldik, ko'rdik, ketdik degan joy ekan. Endi chiqib o'ylayotgandim, o'tda ichkariga kirib publichniy biblioteka deb yozib qo'ygan, lekin hamma joyga kirish, в принципе, ko'plar joyiga kirish по registratsiya и plus researcherlarga ekan. Даже ichkariga kirib ko'rish mumkin emas. Lekin ancha tashqaridan chiroyli ko'rindi xonalar kitob o'qishga. Kelish planim yo'q edi Brighton Beachga. Bilmadim,
типа русский mahalla, o'zbek mahalla или маленькая Одесса. Что-то ko'p tanishlarimga aytsam Brighton Beach deb hamma aytadi. O'shanga kelib ko'rib ketaman. Plus o'zbekcha magazin bor. Magazin Tashkent. O'sha yerga kirib qarab ko'raman nima bor ekan. Mahalla aylanib ko'raman. По сути, Советский Союз vaqtdan unaqa o'zgarmagan deb aytishadi. Так что пережитgan ko'rsa bo'ladi. Ayolga darshi ketsa, u yerda ham Coney Island. Rayonda 2-3 ta menimcha даже больше o'zbekcha restoranlar bor ekan. No, скорее всего, bormasam kerak, chunki bahorda Qozog'istonga planlayotganmiz komandirovkani. То есть menimcha baribir ham O'zbekiston restoranlari chet elda bunaqa kачествоsi yaxshi bo'lmaydi. 2-3 marta borib ko'rganman Finlandiyada, Norvegiyada, Polshada. Balki bu yerda yaxshiroqdir, но 2-3 oydan keyin Qozog'istonga boraman, так что думаю, не стоит. Xazina qidirishyapti. Metal iskater bilan. Brighton Beach bo'yicha aylanib chiqdim. Menimcha birinchi marta как бы okean deb hisoblasa buni, okeanning bir qismi Atlantiskiy birinchi marta endi ko'rishim. Menimcha sar bu bayda kattaroq joyga chiqsa, bepoyon okeanni ko'rish kerak lekin hech ham ko'rmaganman. Toshkent supermarketiga kirib chiqdim. Hozir Brighton Beach stansiyadan qaytib ketsam bo'lardi, no ras 1 soat kelgandan keyin толком ko'rib ketdik. Cho'za rayon. No, magazin bardakroq ekan. Odamlar такой, bozor. Мне кажется, qo'lidan kelishdi egasi. Tak Toshkentdagi rayon magazin qilishi. Bardak hamma xalqqa yuribdi. Osh bor ekan, qozonda pishirar ekan, brat. Lekin qimmatroq ekan, bilmadim, 1 unsiya deydimi? Короче, yarim kilosi 10 yevro, 10 dollar ekanda. Так что 17 dollarga bo'ldi, bitta porsiya olganim, kichkinasi. Somsa oldim. Bitta donasi 3.40, 3.50 ekan. Manta oldim, ikkita 6 dollar bo'ldi. Salyonni 2 dollar. O'sha целым 30 dollar.
keldim, gostinitsaga yetib keldim. Hozir ovqatlarni pastda ozgincha isitib olib, qoshiq olib keldim. Gostinitsada qoshiq yo'q edi. Mana osh baranинали, ozgincha soленый oldim, somsa и manti говяжий. Hozir hammasini yeb ko'raman. Namcha oxirgi tugatsam kerak. Somsani balki kechga olib qo'yaman. В общем, anchadan beri yemagan edim. Hidi bo'yicha Toshkentdagi rostagina O'zbekistondagi ovqat. В общем, hozir yeb ko'rib, keyin ozgincha ishlashim kerak. Keyin qanaqadir bahosini beraman. Plotniy obed bo'ldi bugun. Osh yoqdi. Okam go'shtni добрый qilib suzib berdilar. Так что aniq sovetovat qilsam bo'ladi, yaxshi joy. Gostinitsani faqat bu tarafda emas, orqa tarafida ham vid bor. Yangi visotkalar bo'lsa kerak. Gostinitsani terrasasida shu mana tomonlama o'zimiz sayohatimni Asano chasti. Hozir yana ko'chaga chiqib kelaman. Ertaga ko'chaga chiqaman, no. Ertaga shu vaqt o'sha aeroportda bo'laman.